Oh, nihoyat bo'ldi, pochta o'rnatildi. Rahmat, mana sizni ish haqingiz. Aha, yana kelaman. Tuzatishga agar buzilib qolsa, albatta. Ha, rahmat. Jenurson pochtamni birinchi kundan beri sindirib ketishgan. Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Tony va yangi videoga xush kelibsizlar. Gap shundaki, meni pochtamni sindirib ketishdi. Pochtasiz esa, Jenurson yana o'zim ham sindirib qo'ydim-ku zaborni. Pochtasiz bu qishloqda yashab bo'lmaydi, chunki hammaning pochtasi bor. Mana bu yerda ham bor. Hammaga kerak bo'ladi pochtalar. Shunga ham men ham o'zimga o'rnatib olaman, lekin kimdir sindirib ketgan va mana bugun yana oxirgi pullarimdan tuzatishga majbur bo'ldim. Ey, bomj Ritel. Ha, sen shu yerda har doim o'tirasan-ku, xo'sh? Sen bilmaysanmi kim sindiryapti ekan meni pochtamni? Yo, bilmasam. Ko'rganim yo'q, Tony. Ha, yomon bo'libdi. Ha, nima bo'lyapti o'zi? Shu sindirib ketishyapti. Sen bola, qachon огородga qaraysan, ha? Yur bu yoqqa. Xo'p, hozir qarayman, siz ishingizni qilavering. Nurson hozir ha mayli birinchi огородni qalay keyin yoniga boraman do'stlar. Yoqmayapti menga. Chunki pulim yo'q. Nima qilishim mumkin men? Yana kamiga pochtani tuzatisham ancha-muncha yuzumutlarni olib qo'yapti. Oyiga 5-6 martalab sindirib ketishadi. Xo'sh. Tak, mana bu огородga qarashim kerak. Hozir shularni terib olay, ko'ramiz. Tak, bo'ldi. Lekin hayronman, kim sindirib ketishi mumkin meni pochtamni? Mayli, kimga dushmanlik qilibman? Oddiy bir o'yinchi bo'lsam, qishloqda jimgina hech kimga xalaq bermay, hech kimni pishagiga pish demay yashab yurgan bo'lsam, yana menga kelib nimalardir qilib ketishadi. To zaborimni sindirishadi, to pochtamni. Mayli, hozir marni yoniga boraylikchi. Ko'rib, so'rab hammasini bilib olamiz. Tak. Xo'sh, janob mayor kirishga mumkinmi? Ha, keldingmi? Kiraver. Mana oling sabzini. Xo'sh. Xullas meni pochtamni sindirib ketishyapti. Shu bilan band edim ertalabdan. Tushunarli. Yordam bera olmaysizmi? Men senga qayerdan yordam beraman, ha? To'g'ri. Mayli, men ketdim unda. Nurson yordam bermasiga nima qilardi chaqirib, yana yonimga kelib olib, bomjni ham yonida sharmanda qilib, "Yur bu yoqqa" deb xuddi yosh bolani urishganday urishib berdi. Nurson. "Voy, Tony, senga narsa tashlab ketishdi." "Narsa? Qayoqqa?" "Pochtaga?" "Ha, nahotki." "Ha. U kim edi? Bilmadim, yuzini ko'rmadim. Notanish Ritel edi, lekin." "Notanish Ritel." Hayronman. Tak, xatmi? Nima bu? Daftar turibdi qanaqadir. Tak, hozir ko'ramiz nima yozilgan ekan. Qiziq, meni kim menga xat tashlab ketishi mumkin? Chunki bu yerda mening yaqinlarim yashamasa, shahardan kimga kerak bo'lsa telefonga yozishadi. Tak, yordam kerak, tezroq pulini nima? Yordam kerak, tezroq pulini to'layman. Tushunarsiz, kim yozgan bo'lishi mumkin buni? Chunki menga pul kerakligini esa qayerdan bildi ekan? Bu aniq Ritellardan biri bo'lishi mumkin. Chunki men hozir kakras ketgandim, gaplarimni eshitib solib qo'ygan bo'lsa kerak. Ha, mayli, hozir ko'ramiz. Tak, qani kelinglar bunaqamasini hozir nima qilsam ekan? Tak, kelinglar o'chirib tashlaymiz-da, yozamiz. Kimsan? Xo'sh, so'roq belgisi va tak, meni qayerdan yaxshi taniysan? Zo'r bo'ldi do'stlar. Hozir buni qoldirib ketamiz. Tak, va kelib olib ketganda bilib olamiz, ko'rib olamiz kimligini. Bo'ldi. Ungacha esa o'z ishlarim bilan shug'ullanishim kerak. Chunki TikTok o'zini o'zi tomosha qilmaydi. Men tomosha qilsam. Ha, do'stlar. Qishloqda kech tushgandan so'ng. Nima? Ha, tushunmadim. Sizga xat keldi. Nima? Pochtadan xabar kelibdi sizga. Xat yuborildi, yetib bordi deb tushunmadim. Kim menga yana xat tashlab ketgan bo'lishi mumkin? Bu o'zi hazilga o'xshamayapti. Ritellar agar prank qilaman deysa ham bunchalik uzoqqa borishmasdi. Soat ham 2:55. Oy ham to'libdi. Tak, qani ko'raylikchi nima yozilgan ekan. Tak, ahamiyati yo'q. Отказ qilsang nima? Tushunmadim. Qanaqangi ahamiyati yo'q? Kim? Tak, do'stlar, ertalab axir kimsan deb yozgandik. Menimcha shunga ahamiyat yo'q. Отказ qilsang nima do'stlar? Ko'rdinglarmi, nimalar yozishgan bu yerga? Oxirgacha o'qish kerak. Отказ qilsang bitta qishloqlik o'ladi, sotuvchining uyiga kecha soat 3da bor. Bugun u seni deb shu ahvolga tushdi. Nima? Tak, do'stlar, bu o'zi hazilga o'xshamayapti. Qanaqadir aniq-tiniq manzillarni berishyapti. Sotuvchi Ritelning uyi. Yana oy to'lgan, hozir ham soat 3 bo'ldi kakras. Mana bu yerda yashaydi sotuvchi. Qani uyiga borib ko'raylikchi, nima bo'lyapti ekan? Xo'sh, qo'rqib ham qoldim. Bu prankka o'xshamayapti. Tak, Ritel. Yo-mayo, Ritel senga nima qildi? Nurson otib ketishibdi. Yo-mayo. Tak, bu yerdan ketish kerak. Yo, bo'lishi mumkin emas. Nahotki bu hazil emas. Yo'q, hazil bo'lishi mumkin emas. Axir peshonasidagi Tak, yana bitta paydo bo'libdimi? Nima? Tak, hozir uyidagi nima? Uyidagi qutini ko'rdingmi? Tushunmadim. Qanaqangi quti? Uyidagi quti demak, Ritelni aytib shekilli. Uyingdagi degani yo'q. Uyidagi dedi. Qani ko'raylikchi. Va qaysi quti? Oppa, mana bu mumkin. Pullar. Do'stlar, pullar haqida axir gapirgandim. Ha,
Tak, va xatda ham axir pullar haqida yozilgandi. Avtomat. Ishonarsan buni qaranglar. 29 ta o'q. 30-si qayoqqa ketganini bilaman shekilli. O yo'q, bekor qo'limga oldim endi. Axir bu yerda barmoq izlarim qolib ketdi-ku. Ishonarsan. Tak, bularni bu yerdan olib ketish kerak hammasini. Yo'q, bekor tegindim-da. Ishonarsan, endi yashirishga to'g'ri keladi bularni hammasini. Mayli, hech qisi yo'q. Hozir bularni olib boraman-da yashirib qo'ymay hech kim ham ko'rinmay qoladi. Tak, bo'ldi. Mana bu yerga kiramiz. Yaxshi. Tak, bu yerdan sandiqni olish kerak. Boltani olamiz sandiqdan va bo'ldi, sandiqni ham o'zini oldik. Endi esa yashiramiz. Ishonarsan, shuncha pullar, oltin, dollarlar va qurol bilan avtomat uchun magazinlar. Kim tashlab ketgan ekan buni? Menimcha xat yozayotgan odam umuman hazillashgani yo'q. Ha do'stlar, bu jiddiy narsaga o'xshayapti. Ehtiyot bo'lmasak bo'lmaydi, bizni ham o'ldirib ketishlari mumkin. Tak, nima deganda edi? Agar отказ qilsang, bitta jitel nimadir bo'lishi kerak edi. O do'stlar, ha, mayli, hozir yopamiz bu yerni, bo'ldi. Tak, qurollar yashirildi, pullar yashirildi. Endi umid qilamanki politsiya kelmaydi yonimga. Ishonarsan, xatni olish kerak. Nima? Endi nima deysan? Agar yordam bersang, bundan ham zo'rini beraman. Politsiyaga og'iz ocha ko'rma. O yo'q do'stlar. Qayerdan bu xat hozir paydo bo'ldi? Axir men hozirgina shu uyning ichida edim. Qachon kelib tashlab ketishga ulgurdi ekan? Ishonarsan. Yo'q, menga bu yoqmayapti do'stlar. Tak, nimadir qilmasak bo'lmaydi. Nima qilsak ekan lekin? Politsiyaga bora olmayman. Unga xatga javob yozishimiz kerak. Tak, hozir javob yozamiz. Xo'sh. Bularni hammasini o'chirish kerak va mendan nima istaysan so'roq va tak, so'roq dedim. Kimsan? Bo'ldi. Endi xatni yana pochtaga olib borib solib qo'yamiz, pochta qutisiga. Yaxshi. Endi esa ertalab bo'lishini kutish qoldi xolos. Qishloqda ertalab bo'lgach. Xayrli tong qadrli do'stlar, mening ismim Toni va bir necha kundan beri g'alati ishlar bo'lyapti. Kim bilsa, o'tgan safar menga juda ham yomon xatlar tashlab ketishdi va o'sha oxirgi xatdan deyarli bir hafta o'tdi va menga hech kim hech narsa yozmayapti. Mana hozir sizlarga ko'rsataman. Men o'zim yozgan, mendan nima istaysan, kimsan degan xat hali ham turibdi. Ana bu yerdagi jasad esa yo'qolibdi va bu prankka o'xshayapti, lekin men qurollar va pullarni tekshirib ko'rdim. Ular haqiqiy do'stlar. Menimcha bu yerda juda ham qitmiram emas, mahoratli qotil ish ko'ryapti. Shuning uchun ham na ana yerdagi sotuvchining jasadini topishdi, na menga xatlar kelyapti. Ehtiyot bo'lishimiz kerak, bizni kuzatayotgan bo'lishlari ham mumkin. Agarda jitellar ko'rib qolishsa, bilib qolishsa, do'konchi yo'qolganini va bunga meni ozgina bo'lsa ham aloqam borligini, chunki men uning yoniga borganim, qutisidan narsalarni oldim. Shuning uchun ham ehtiyot bo'lish kerak. Tak, bularni hozir ekib chiqamiz va nima qilishni ham bilmay qoldim. Juda ham ko'p o'ylayverib boshlarim ham og'rib ketdi. Mayli bo'ldi. Agrot hech bo'lmasa ozgina bo'lsa ham tinchlantirdi. Endi sekin tushib ketgan joyimni-chi? Bu yerni ochibdimi? Ha, yaqinda kanalizatsiyani tuzatishganga o'xshaydi. Va yaxshi jenursin chiqa olmayapman va mana bu yo'lni yopib tashlashadi. Ajoyib bo'lardi. Ha, mayli, qani hozir boraylikchi, ko'ramiz, merdan so'raymiz. Tak, janob mer, qishloqqa keladigan g'alati xatlar haqida bilmaysizmi? G'alati xatlar? Ha, yo'q, bilmayman. Shunchaki odamlarni pochtalariga g'alati xatlar kelyapti deb eshitgandim. Yo'q, eshitganim yo'q. Qanaqangi xatlar ekan? Shu qandaydir nima desam ekan, yordam kerak. Bu. Yo'q, eshitganim yo'q. Ha, mayli. Mana oyliging. Rahmat. Aha, bo'pti. Xo'sh, mayli unda janob mer, men ketdim. Tak. Yaxshi do'stlar, ehtiyot bo'lmasak bo'lmaydiganga o'xshaydi. Chunki hozir pullarni oldik. Endi biz bemalol ana bu pullarni yo'q qilishimiz mumkin, lekin baribir nima? Jizel. Tushunursan do'stlar, buni taniyman. Axir bu o'tgan safar agrotimning ustida turgan jitel-ku. Tushunursan, uni so'yib tashlashibdi. Tilini o'zi bo'lishganmi bilmadim, og'zi burni qon. Tak, endi nima qilaman? Yo'q, meni uyimda jasad bo'lmasligi kerak. Tak, sekin. Tushunursan, yopish kerak, hech kim ko'rmasdan avval. Tak. Menda bir g'oya bor. Hozir. Hoy. Nima? Menga pardalar kerak. Pardalar? Ha. Xo'sh, bormi? Bor, mana 4 ta va bitta kattasidan hammasini bering. Ha, ola qol. Sak, kattasidan va 4 ta kichkinasi. Xo'sh, mendan qancha bo'ladi? Istaganingcha beraver. Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yetadimi? Ozgina kam, mayli, yetadi, senga sovg'a. Bo'pti, rahmat. Tushunursan do'stlar, bularni hozir olib borib tezroq derazalarni yopib tashlamasak bo'lmaydi. Axir o'tgan, qaytgan bitta yarimtasi ko'rib qolsa nima bo'ladi? Meni bo'ynimga bosib yuborishadi-ku shuncha ishni. Tak, bo'ldi. Ayniqsa uydagidan qurollar chiqadigan bo'lsa, xo'sh, tushunursan. Tak, afsuski pardalar yon derazaga yetmadi. Tak, mana bu yerdan ozginagina o'g'irlashga to'g'ri keladi. Umid qilamanki, qo'shnimning jahli qattiq chiqmaydi. Bo'ldi, yopamiz va
bu yerlarni yopib tashlash kerak. Tak, mana buni bu yoqqa qo'yamiz va bo'ldi, oldik. Xo'sh, mana bu yerni yopamiz hozir. Xuddiki har doim shunday bo'lgandek. Endi esa bu taraflarni ham yopishimiz kerak. Yaxshi, mana bu yerlarni ham va mana bu yerlarni ham yopamiz. Qo'yil. Endi esa tak, mana bu eshikni olishimiz kerak. Xo'sh. Davay, olinib qolsang-chi. Yaxshi, tak, mana bu yoqqa qo'yamiz. Ajoyib. Endi eshikni tashqi noto'g'ri qo'yildi. Axir qulfni ochish juda ham noqulay bo'lib qoladi. Axir eshikni yonidagi mana bu parda yopiladigan joyda turib qoldi qulfi. Mana bunaqasi, mana bu bo'ldi. Endi qulay bo'ldi. Ochib yopilish yaxshi. Qulflab qo'yamiz va tishin ursin qorong'u uyda va Ritel jasadi uyim ichida tishin ursin. Tak, bularni tashlaymiz va yaxshi. Endi biror nima qilmasak bo'lmaydi do'stlar. Ish jiddiylashib ketyapti. O'sha odamni topishimiz kerak, lekin qanaqasiga topamiz? Kim bu qotil? Meni bo'ynimga qolishini istamayman axir. Xatlarni olish kerak, politsiyaga topshiramiz hammasini. Agarda bizni yonimizga keladigan bo'lsa, nima? Bugun janobiy botqoqqa kel, bir o'zingni tushunursan. Ha, rostdan ham axir men o'ylagan. Ey Toni, sen ko'rmadingmi? Mana buni kim sindirdi? Yo'q, men ko'rmadim. Tushunursan, qo'lini uzib olaman. Bilmadim, ko'rganim yo'q. Ha, mayli. Ha, yomon bo'libdi. Yo'q do'stlar. Umid qilamanki ko'rmadi qonni. Ha, ko'zi ko'rinib turibdi. Jahl otiga mingan, aniq ko'rmagan. Bo'ldi, yopib qo'ydik. Endi esa tunda borishga to'g'ri keladi. Bechora Sheyslach begunoh edi. Ha, mayli, bularni tashlayman va tunda do'stlar yo'lga chiqamiz. Mana buni esa yoqib borish kerak. Ha, bo'ldi do'stlar. Endi tungacha kutamiz. Xo'sh do'stlar, mana tun ham bo'ldi va endi chiqishga tayyormiz. Soat 3 bo'lishga ozgina qoldi. Deyarli 10-15 daqiqa va jitelar yo'qmi? Ha, ana u jahl chiqqan jitelim tuzatibdi mana va ketgan bu yerdan bo'ldi. Hozir ketamiz, lekin qurolni olib olishimiz kerak, chunki bu juda ham muhim. Mana buni olamiz, buni bu yoqqa tashlaymiz va tak, mana buni sindirish kerak, chunki tagida kerakli narsalar turibdi. Aynan o'sha avtomatni va magazinlarni o'zimiz bilan olib ketamiz, chunki u ko'rinib turibdiki juda ham jahldor, vahshiy qotil. Va o'zimizni himoya qilmasak bo'lmaydi. Yaxshi, hamma narsa o'z joyida. Bu yerda yana lopatka va bir ikkita instrumentlarni, telefon, non bo'ldi. Endi ketishimiz mumkin. Biz tayyormiz. Menga omad tilaylar va qolgani keyingi videoda.